Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz sizlarga har doim asal ari ona sutini bunaqa pensiya idishlarda, ya'ni 15 gramm tashkil qiladiganlarni har doim taqdim qilganmiz. Bu mahsulot noyob turkumiga kiradi. Asallarning eng noyob turkumi, ya'ni nafaqat asallarni, balki butun tabiatdagi Mendeleyev tablitsasi bir so'z bilan aytganda yetmaydigan mahsulotiga kiradi. Men o'ylab ko'rdim, что mana bunaqa holatda shpachka bilan bunaqa qilib olishda, mana ko'ryapsizlar, qiyinchiliklar tug'diryapti. Sizlarga udobno bo'lish maqsadida qaranglar. Bunaqa banchkada chiqarishni lozim deb topdim. Sizlar bu narsaga qanaqa qaraysizlar? Buni albatta sizlarning fikringiz men uchun qiziq. Ya'ni shuni ochasiz, bemalol iste'mol qilasiz. Shpachka ham bemalol bo'ladi, mana. Shunda olasiz, iste'mol qilib yana og'zini mahkam yopib qo'yasiz. Har doim sizlarga men udobnasini taqdim qilaman. Bunda qiyin, bunda oson. Bunda 15 gramm bo'ladi va biz buni sizlar uchun $30 taqdim qilganmiz. Bu yerda 40 gramm bo'ladi. Butun oilangizga xudo xolasa yetadi bu mahsulotimiz va ochib yeyishga ham oson bo'ladi. Narxini sizlar uchun $50 uchun $50 qilib beraman inshaalloh. Hammasi naturalniy asallar mahsulotlarimiz. Azizlar, sizlar bilan har doim yaxshilikda ko'rishga salomat bo'linglar.